Urg'ochko yuzlagan obunachilarimizga urg'ochlarni haqiqiy zo'rlaridan, go'zallaridan topib qo'ydim, hurmatli obunachilar. Videoni erinmasdan oxirigacha ko'rib turasizlar. Xudo xolasa sizlarga foydali, manfaatli video qilib berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum, ko'char boshqozlari, hurmatli obunachilar va bizni muntazam kuzatib kelayotgan aziz aka-ukalar. Akalar, xudo xolasa biz video sam qilamiz sizlar uchun. Namangan viloyati, Namangan tumani, siz bilgan arzonchi optimchi deb nomlangan tepa qo'rg'on shahrida olib boryapmiz. Video yoqsa bittadan like tugmachasini bosib, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, xudo xolasa qo'llab-quvvatlab tursalaring, mana shunaqa videolardan chiqarish akalar charchamaymiz. Xudo xolasa akalar, bugun hafta kunimizga payshanba akalar, boshqa kunlarning hammalaringga xayrli, barakatli o'tsin akalar. Videoni erinmasdan oxirigacha ko'rib turasizlar. Xo'p, chisolarimiz bugun 4-iyul akalar, xudo xolasa 2026-yil akalar. Ekranga yaqinroq o'tib olib akalar, erinmasdan oxirigacha ko'rib tursalang, haqiqiy qo'ylar siz o'ylamagan darajada arzon bo'ladi akalar, xudo xolasa. Bugungi akalar qo'ylarda haqiqiy go'zallardan chiqadi. Birinchi partiyamizga to'qli variantlardan. O'zimiz akamiz O'tkir akam olib kelganlar, xudo xolasa buni chiroylikqa yoritib beramiz. Erinmasdan oxirigacha ko'rib turasizlar. O'tkir aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Selam uka, tuzumsiz? Yaxshi, rahmat. Sog'lik yaxshimi, obunachilar? Assalomu alaykum. Sog' salomatmisizlar? Yaxshi yuribsizlarmi? Uka, qo'ydi go'zallaridan. Xudo xolasa qo'ydi zo'rlarni olib kelibsiz. Bugun kanalimizda birinchi chiqishimiz, xudo xolasa narxlarni yo'lda qilib chiqarib berasiz. Bo'ldi, kanalda birinchiman, obunachilar like bosib, kommentariyada yaxshi fikrlarni qoldirib turasizlar. Xudo xolasa sizlarga qo'ylar desak ham bo'laveradi. Joningiz sog' bo'lsin. Xo'p, xudo xolasa bugun birinchi partiyamizga to'qli variantlardan ekan, it boshi. To'g'ri qo'zi uka. Hammasi to'qli qo'zi ekan, hurmatli obunachilar. Alohida ahamiyat berasiz orqa boshlariga, yuzlariga, tuyoqlari mana bunaqa stakan tuyoq hammasiniga akalar qo'ydi, yuzlariga ham alohida ahamiyat berasizlar. Mana bunaqa shalpon quloqlari bor ekan akalar mana. Qaranglar, obunachilar mana buni qaranglar, quloqlarni qaranglar. Mana buni qulog'i bir 20 ham chiqib qolsa kerak, quloqning enini qaranglar. Edilboyda haqiqiy zo'rdan ekan. Garbonasi ham nihoyatda chiroyli. Mana buni qaranglar, yuzlari nihoyatda chiroyli. Toni ham quyoshga tonlagan, mana bunaqa qizil, birinchi svetdan ekan akalar, xudo xolasa. Qo'yib olaman degan aka-ukalarga tavsiya qilamiz. Haqiqiy go'zaldan, zo'rdan ekan akalar. Qo'chqorlaring bo'lsa akalar olib, tashlab qo'yinglar, qo'shib olinglar, xudo xolasa. Uzoq yillar bolalarni olib bemalol yuraverasizlar, xudo xolasa. Hammasi to'g'ri deydilar. Xudo xolasa sekin buni ma'lumotini beramiz akalar, xudo xolasa. Xo'p, O'tkir aka bugun birinchi partiyamizga nechta ona bu yerda? Soni uka bu yerda 28 ta. Aha. Necha partiya qo'chqor beramiz? 2 partiya qo'shqor beramiz obunachilarga. 2 partiya? Ha. 2 partiya akalar, ma'noli video qilib beramiz. Erinmasdan orqacha ko'rib turasizlar akalar. Orqalariga ham alohida ahamiyat berasizlar. Akalar mana buni. Qaranglar, oq yuzli qaranglar. Haqiqiy qozosidan ekan akalar mana. Xudo xolasa qirg'iz qo'ylar-a bular. Inshaalloh ashadiki uka. Akalar, xudo xolasa mana haqiqiy go'zallardan olib kelgan ekanlar. Mana oq yuz variantlardan bor ekan akalar. To'nlarni qaranglar, to'nlari, orqa boshlari nihoyatda chiroyli. Qo'ylarni akalar, qo'ylar o'zini-o'zi maqtar ekan, xudo xolasa. Xo'p, O'tkir aka bu yerda sonini 28 boshladingizmi? Soni 28 dona. Bo'y baslar nima deymiz bularni? Bularni uka men 80 atrofida deyman. Ha, 80 atrofida o'lchanmagan. Plusi ham bo'lishi mumkin, minusi ham bo'lishi mumkin. 80 atrofida deyman obunachilarga. Tish buzmagan-a hali? Yo'q. Tish buzmagan. Agar ikki tishi bo'lsa qolaveradi uka qo'yiladi. Hammasi qo'zi uka. Mana akalar, xudo xolasa hammasi to'g'ri ekan, tish buzmagan variantlar. Xo'p, O'tkir aka, xudo xolasa buni bo'ylari 80 atrofida deyapsiz. Telefon qilishsa o'lchab berasiz, takror video qilib. Telefon qilsa o'lchab beramiz uka. Agar o'lchash zarur bo'lsa, endi buncha qo'ydi o'lchashni o'zi bo'lmaydi uka. Bundan boshqa ishlarimiz ham bor-ku endi. Shunday ko'rib olib kelaverganmiz uka. Obunachilar metkani qilib tashlaysizlar, takror video qilib beradilar. Xudo xolasa bo'ylarni o'lchab, sizlar nechta kerak bo'lsa, metkani qilib tashlasalar, pastda nomerlar Telegramlar bor, xudo xolasa ishlaringni bitirib berishadi, xudo xolasa. Haqiqiy mana zo'rlarda mana bunaqa shalpon quloqlardan ekan akalar mana. Xudo xolasa kambag'alda bo'y qo'yadigan variantdan. Xo'p, xudo xolasa yeb-ichishlaridan muammosi yo'q. Sinab olgansiz? Yeb-ichishi salomatligidan umuman muammosi yo'q uka. Obunachilarga yana 1 hafta kafolati bor. 1 hafta kafolati bor? Doktorib qo'yishmasa bo'ldi. Joniga javob bermaymiz. Yeb-ichishi salomatligi 1 hafta ichida muammosi bo'lsa, O'zbekiston hududida bo'lsa qaytarib olaman qo'ydi. Bo'ldi, joningiz sog' bo'lsin. Xo'p, O'tkir aka, bizning kanalda bunday tortishmaymiz. Bitta narx aytamiz O'tkir aka. O'zim ham o'shani aytmoqchi edim. Bitta narx aytamiz. PRga yo'q, bitta narx aytamiz. Obunachilar o'shani qarab telefon qilishadi. Hammasini bir joyga tortgan odamga necha puldan beramiz? Uka 28 tani bitta oldim esa 6 million 500 ming so'mdan. 6 million 500 dan, ha. Bo'ldi yani. Ichidan tanlab olaman deysa, uni kelishamiz. Unda kelishamiz, ha? Kelishilgan holatda bo'ladi, ha. Ozgina plyus bo'lib qoladi. Plyusi bor uka. Nimagaki misol
ikkita uchta qilib sotadigan bo'lsam 7 milliondan ham qo'yib yuborib berdi uka. Ha. Bo'ldi, tushundim sizni. Plyusini kelishamiz uka. Filmni kelishamiz. Xudo xolasa, akalar 6 million 500 ming so'mdan narx aytilyapti. Kimga qiziq bo'lsa, akalar bemalol metkani qilib tashaverasiz, xudo xolasa. Haqiqiy qo'ylar ishonchli mana, xudo xolasa, mana yeb ichib turibdi, o'ynab turibdi qo'ylar. Nihoyatda chiroyli mana, go'zal variantlarda, akalar mana. Qo'llarga alohida ahamiyat berasiz. Qo'llari ham nihoyatda chiroyli. Qo'ylarni qarang, xudo xolasa, hech qanaqa aybi nuqsoni yo'q mana. Shalpon quloqlardan akalar mana. Olib tashab qo'ying, xudo xolasa. Rahmatini o'tkazgan aytasiz. Mana shu qo'ygan ko'rsatma obunachilar mana alohida bo'lib qolmas. Quloqlarini mana ko'ryapsizmi? Quloqlari ham nihoyat, orqalari ham nihoyatda kelishgan. Bitta kelishgan qo'yga. Akalar xudo xolasa aloqa chiqarasizlar. Xo'p, O'tkir aka xudo xolasa hammasini bir joyga olgan odamga dastlabkasini qayergacha uyushtirib berasiz? Qarang, dastlabki vodiy bo'ylab Toshkentgacha uka. Aha. Undan oyog'iga kelishamiz. Lekin yetkazib beraman. Samarqand, Buxoroga bo'lsa ham. Bo'ldi. Jizzax farqi yo'q. O'zbekiston bo'ylab bor. Ha, bor. Lekin kelishligan holatda Toshkentdan oyog'i. Akalar xudo xolasa aloqa chiqarasizlar, ishlaringni bitirib berishadi xudo xolasa. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqa chiqarasizlar xudo xolasa. Mana shunaqa qo'ylar qidirganlarga xudo xolasa jo'natib ko'rasizlar. Bizni kuzatishni davom etinglar, bizda keyingi partiya. Akalar, bizda endi ikkinchi partiyamizga mana bunaqa yirik variantlardan ekan. Yerinmasdan oxirigacha ko'p tursalang, bundan chiroyli qilib sizlarga video obzorini qilib beramiz akalar. Xudo xolasa bu yerda ham Arashan paroda, Xusori, mana bunaqa bodom gullari ham bor ekan akalar mana. Yuzlariga, qo'llariga alohida ahamiyat berasizlar. Mana quloq boshlari ham xudo xolasa zo'r hammasiniga xudo xolasa. Mana. Xudo xolasa akalar ikkinchi partiyamizga o'ta yirik variantlar. Xo'p, O'tkir aka ikkinchi partiyamizda soni nechta bu yerda? Soni uka 26 ta deydi. Soni akalar 26 bosh ekan bu yerda mana. Qaranglar. Haqiqiy yirik variantlarda, zo'rlarda. Hammasi yirik, zot yo'nalishiga yaxshi qo'ylar uka. Zot yo'nalishiga ham akalar mana xudo xolasa o'zlaring qo'chqorlaring bo'lsa olib, bemalol qo'shib, xudo xolasa bolalarni uzoq yillar boqib olib yurasizlar. Xo'p, yosh oylar nima deymiz bularda? Uka bu 4-6 tish qo'ylar hammasi. 4-6 tish. Ha. Undan kattasi yo'q. Yo'q ichida, yo'q, unaqasi yo'q. 4-6 tish asosan. Bo'ylar nima deymiz bularni, bo'ylarini? Bularni bo'ylari uka 80 dan 85 gacha olishaveradi. 80-85 atrof. 80 bo'lishi kerak. Eng pasti akalar 80 chiqar ekan. Ro'shanbek bu tomonga yurgizing qo'ylarni. Qo'ylarni yuvishtirishini bir ko'rsataylik. Obunachilarga, xudo xolasa. Butun salomatliklari deydi uka, yeb-ichishlardan muammosi yo'q. O'tirasan shuni, bitta o'tirasin qo'ylar. Obunachilar qo'ylarni soni serob degan nihoyatda qarang. Haqiqiy qo'ylarni zo'rdan akalar, yirik variantlarda. Mana qaranglar, oxirida qo'yim. Juda bo'lakcha narsaga. Mana obunachilar kimga yoqsa, qaysi qo'y yoqsa, metkani qilib tashlaysizlar, xudo xolasa. Chiroyli qilib, xudo xolasa, xayr sunnatiga o'tib, narxlarni ham yo'lda qilib chiqarib beradilar. Xo'p, O'tkir aka xudo xolasa yeb-ichishdan muammosi yo'q-a bularda? Yeb-ichishdan muammosi yo'q uka. Xotir olishaveradi, bir hafta kafolati bor bunachilarga. Bir hafta xotirjam kafolati bor ekan, yedirib, ichirib sinab o'ragansizlar. Orqa boshlariga alohida ahamiyat berasizlar. Orqa boshlari mana bunday tikka dumba, yorma dumba ekan, akalar. Xudo xolasa mana. Xo'p, O'tkir aka bularni bo'g'oz sirlar nima deymiz? Bularni qisirga olganman uka. Qisirga. Ha, men ham qisirga beraman. Mana shu narsani berasiz? Ha, endi dalani ba'zi qochib qolgan bo'lsa endi bilmayman uka, lekin men qisir qo'y deb olganman, qisir qo'y deb sotaman uka. Ha. Xo'p, qarang, men pozitsiyamda, misol qo'y boqish pozitsiyamda uka faqat pishirib beraman mahsulotni. Yemakkani ham, nimani topsam pishirib beraman. Ha. Agar quruq yem bilan boqishadigan bo'lsa, o'rgatib olishadi obunachilar. Aha. O'sha aytganimdek, bir hafta kafolati bor, yeb ichishiga pishirilgan yem yegan uka qo'ylar. Pishirilgan yem yegan, emas. O'tni lekin daladan o'rib kelib, quritib beryapti uka. Yem hashagidan muammosi yo'q. Bo'ldi, joning Bu sog' turib qo'yishmasa bo'ldi obunachilar. Obunachilar mana xudo xolasa yeb ichariga hamma yo'q, xudo xolasa sog'ligiga bir hafta garantiyasi bor ekan. Mana bunaqa sorini haqiqiy zo'r ham bor ekan obunachilar. Quyosh bo'lganda lekin quyoshda yuqtirardi bular. Xo'p, O'tkir aka oldi qochdi gap kerak yo'q. Qolgan ma'lumotlarni telefonga odamni o'ziga beraverasiz. Narxiga o'taveramiz buni. Uka, bularning narxini birinchi olsa 6 million 500 ming so'mdan. Aha. Optimiga olsa 6 million 300 ming so'mdan ketaveradi. 6 million 300 ming so'mdan optim olganga ketavergan akalar. Agar tanlab olsalaring 200 ming plyus bo'lib qolar ekan akalar. Mana haqiqiy akalar qo'ydi zo'rlarda mana, lekin qo'ylar yirik narsa akalar. Mana bu akalar 85 dan kam chiqmaydi lekin. Qo'ylar nihoyatda chiroyli, xudo xolasa. Garantiyalari bor, xudo xolasa. Bemalol bir hafta yedirib, ichirib
Ha, qaranglar, to'nlarini qaranglar. To'nlaridan hayda chiroyli. 4 tish, 6 tish dedingiz a ularda? 4 tish 6. 4 tish, 6 tish. Xudo xolasa qo'shqorlaring bo'lsa qo'shib, xudo xolasa uzoq yillar bolalarni olib yuraverasizlar bemalol. Qo'chqorga tayyor ekan. Qo'chqor. Hozir olib, hozir qo'shsa ham bo'laveradi. Bo'laveradi, ha? Ha. Mana bu ham juda bo'lachak narsa ekan. Xo'p. Bizda so'nggi partiya edi bu. Mana shu oxirgi partiya bugungi uka. Bo'ldi. Obunachilar xudo xolasa bizda so'nggi partiya ekan. Akalar, ketkizgan vaqtlarga ham rozi bo'lasizlar. Kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' va salomat bo'lasizlar akalar. Ro'shanbek qo'ylar bir tomonga bu quvaring. Obunachilar bir ko'rsatib qo'yinglar. Mana obunachilar. Xudo xolasa Oyoq qo'llari bit-bitin ekan mana. Hammasi o'ynab turgan qo'ylar. qiziqqanlar aloqa qilib ko'rasizlar akalar.